Tepişinglar nima uchun? Qo'rqinish uchun. Men pul topmasam, uy ijarasini kim to'laydi, dekkan mashinani kim to'laydi, uni kim topmaydi deb siz qo'rqinish bilan bir xizmatdan birini qabul qilsiz. Xizmatni qabul qildingiz. Undan keyin xizmatni qilib bo'lgandan keyin siz pul topsiz, shundaymi? Pul topsiz. Endi pul topib bo'lgandan keyinchi odam tabiatidagi ochko'zlik, hasad degan narsa paydo bo'ldi. Umid qilish degan narsa paydo bo'ldi. Bu bo'lsa qanday narsa? Tıqımı yaxşı tunga erishish. Agar boshqalar polo yegan bo'lsa, siz nima yegib turgan bo'lsangiz, polo yegimiz kelam tikamanda pul topganda, bas deshitgansiz. Mana nima? Namratlikda bor narsami? Tushunamizmi? Hasad qilish. Shuna emasmi? Siz baylarning turmushini tiyan qilish uchun yashaysiz, shundaymi? Baylarning pul tepishdan huzurlanish uchun ko'pchilik. Lekin namratlarning pul tepishi baylarning turmushini his qilib beqish uchun. To'g'rimi to'g'rimi? Shunlashqa pul topgandan keyin siz hasad paydo bo'ldi, ochko'zlik paydo bo'ldi. Nimishqa bosh qilib pul topib, meni qilsa bitgan, men qilsam bo'lmaydi degan narsa paydo bo'ldi. Bu chog'da siz pul topib olgandan keyin qanaqa? Hasad, umid qilish paydo bo'ldi. Umid qilish paydo bo'ldi. Unda siz pulni xarajlab tugatyaptingiz, shundaymi? Pul tugadi. Pul tugadi. Siz yana qo'rqishga boshlaysiz. Pul tugagandan keyin xizmat almashtirishni qalbingiz tortgan bo'lsa-mi garchi? Agar men ma xizmatni o'rganibdim hamda, agar almashtirsam qanday qilaman deb siz qo'rqishga boshlaysiz. Ma kasb almashtirsam qanday olib ketdi, ma o'ynani o'rganibdim 5-6 yil. Agar men tashlashsam qanday qilaman, nega ko'raman deb qo'rqishga boshlamamsizlar. Ayni esa blab baqqan bo'lmaganmi? Unda sizlar vaqtida ma'g'udsizlar. Qo'rqinish. Qo'rqinish bo'lganlik uchun yana sizlar davomli xizmatni qabul qilasizlar. Xizmatni qabul qilgandan keyin pul topsizlar, hasad qilish paydo bo'ldi, pulni xarajlab tugatsizlar, qo'rqsizlar. Keyin yana xizmat qilsizlar, pul topsizlar, xarajlaysizlar, xizmat qilsizlar, pul topsizlar, xarajlaysizlar, pul topsizlar, xarajlaysizlar. Bir umr mushu chambarakdan chiqolmay o'tib ketdi. Ayni vaqtda Mayun, Lijaching, Hongkongyu, Chabusi, Bill Gates hammasi foyda emas. Hammasi bizga o'xshash namrat oiladan chiqqan. Namrat adam bo'ldi, bir namrat. Undaqda oshularni ayni vaqtda mushu chambarakning ichida. Hatto Qurbonjon ma'lum ash chambarakning ichida. Lekin biz bu chambarakdan amal qilish orqali 2 yil vaqt sarf qilib bu chambarakdan chiqatdik. Lekin eng ichinishli bo'lgani nurg'un kishilar mushu chambarakda bir umr turdi. Ana men emasmi? O'zining nimishqa xizmat qilganligini bilmaydi. Nimishqa xizmatdan istifoda bermayotganligini bilmaydi. Nimishqa pul xarajlayotganligini bilmaydi. Endi biladingmi? Qo'rqinish uchun xizmat qilsizlar. Hargiz mehr-muhabbat uchun xizmat qilib boqmalar azaldan. To'g'rimi xatami? Qo'rqinish sizga texmi qo'rqinishni akab berdi. Bu olamdagi tortish kuchi qonuniyati bu. Siz bir ishdan qancha qo'rqmansiz, shu ishni qilolmaysiz. Lekin bir ishni qancha qilsangiz qo'rqmayotgan bo'lasiz. Men sahnaga chiqganda qo'rqitdim, men gap qilolmaydim, men jiddiyleşib qoldim. Men ayda o'tirdim, men qo'rqitdim shundaymi men. Lekin siz qo'rqgan ishingizni toza qilsangiz, undan keyin yuragingizdagi qo'rqinishni pichaklab tashlab olasiz. Natija qozongangiz bormi? Undaqda qalbingizdagi qo'rqinishni o'ltirib, undan keyin siz tangdasiz ulab ketasiz. O'zingizlarning ichki dunyosidagi qo'rqinishni pichaklab tashlayotgan vaqtda sizlar tangdasiz ulab ketasizlar. Nima ish qilsangiz natija chiqadi? Har qanday ishdan. Qo'rqmayotgan jasoratlik bo'lgan vaqtda.